Tushunmadim men bu xudayni. Qanaqa odam bular o'zi? Bir boshqa gap gapiradi, 5 mildagi boshqa gap gapiradi. Bu nima degan so'z bu? Eng muhimi, qizimizning yuzi yorug' bo'ldi. Mahalla ko'yini ham borib qatnashgani juda ham yaxshi bo'ldi. Bular hammasini Xudoga soldim. Bunaqa muttahamlarni ko'rmagan ekanman hayotimda. Voy boshim. Voy charchab ketdim-ey. Tavba, Bir asradi bularni. Qozim aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Voy, assalomu alaykum. Aka, yaramas. Qaysingiz bilan bu yerga kelding, yaramas. Seni shu zalni o'zida bo'g'zingni yig'ishib kerak edi. Yaramas. Yo'q, o'zingni bos, o'g'lim. Dada qoching. Kep tur. Men hozirni birdan qilib qo'yaman. Shuncha gap so'zdan keyin qaysi yuz bilan yana bizning xonadoniga keldingiz, a? Nima haqqingiz bor? Qizim hayotini badnom qildilaring. Ya, Qozim aka, akajon. To'g'ri tushuning, to'g'ri. Bolamiz adashdi. Juda qattiq adashdi. Menga qara, kechirib meni pishirib yegan tushundingmi? Menga qara. O'g'ling albatta hali qilmishiga javob beradi, tushundingmi? Javob beradi. Dadajon, uzr. Qanaqa dada? Jibtar. Agar ruxsat bersangiz, qizingizni uyga olib ketsam. Nima? Sen marazga beradigan meni qizim yo'q, tushundingmi? Agar ko'zim oldidan hozir yo'qolmasang, men sen bolani bir narsa qilib qo'yaman, yo'qol. Dadasi o'zi Qozim aka, akajon. Jon aka. Bu qilmabdi, biz qilibmiz. Kechiring jon aka. To'g'ri, xabarimiz bor edi. Hammasidan xabarimiz bor edi. Bu ko'cha qiziga ilakishib qolgandan xabarimiz bor edi. Rosa qaytar. Menga qarang. Jon aka. Kechiring jon aka. Menga qarang. Sizga bitta savol beraman. Meni oilamda, meni bolalarimda qizimda nima qasdinglar bor edi? Gunohi nima edi? Nima gunohi? Aka, biz shu o'g'limizni qaytardik deyapman-ku, qaytardik. Shu ko'p qizlarni ko'rsatdik. Hammasiga yo'q deyotgandi. Sizni qizingizni ko'rdi-yu, bo'ldi to'yga roziman dedi. Biz ham ana o'sha qizdan voz kechibdi deb o'yladik-da, o'sha ko'cha qizidan. Jon aka, kechiring. Qizingizni aybi yo'q. Opajon, iltimos kechiring. O'g'lim tavbasiga tayandi. Yo'q. U dunyo, bu dunyo kechira olmaymiz. Qizimiz sharmandalarchi. Uylardan haydadinglar. Bunaqa xonadonga ikkinchi qizimizni qaytarmaymiz ham, bermaymiz ham. Bu umidinglarni o'zinglar. Yo'q. Bo'ldi, dada, oyi, yalinmaylar. Qamat orisa, qamat orursin. Lekin umuman zinhor yalinmaylar. Ahmoq, nima deyotganingni bilyapsan bu yerdan? Ha, nima deyotganingni bilyapsan? O'z baxtingni o'zing yerga uryapsan-ku, ahmoq.